Ko'ryapsizmi? Sun'iy intellekt nimalar qilmoqda? Hattoki ming yillar oldin yashagan odamlarni tiriltirayotgandek jonli suratlar va ovozlar yaratmoqda. Tarixni qayta jonlantirmoqda. Nima deb o'ylaysiz, agar kelajakda hamma narsani sun'iy intellekt qiladigan bo'lsa, odamlar nima qiladi? Kelajak qanday bo'ladi? Oramizda hamma sun'iy intellektlardan to'g'ri foydalana olyaptimi? Misol uchun, noto'g'ri ma'lumotlar tarqalishi va texnologiyaga haddan ortiq bog'liqlik jamiyat uchun xavf tug'dirmoqda. Quyidagi video orqali sun'iy intellektni noto'g'ri ishlatish qanday og'ir oqibatlarga olib kelganini ko'rishingiz mumkin. 16 yoshli Adam Reyn ismli maktab o'quvchisi joriy yilning aprel oyida o'z joniga qasd qilgan edi. Uning ota-onasi bu voqeada ChatGPT'ni ayblagan. Oramizda ba'zi insonlar hattoki kunlik ishlarini yoki kelajak maqsadlarini ham sun'iy intellekt, masalan, ChatGPT'dan so'rashmoqda. Obedga qanaqa ovqat yesam bo'ladi? Gamburger, hot-dog, cheeseburger. Sun'iy intellektning yana bir salbiy tomoni bu ishsizlik. Ko'plab sohalarda sun'iy intellekt takrorlanuvchi va oddiy vazifalarni bajarishi tufayli inson mehnatiga bo'lgan talab pasaymoqda. Bu esa tabiiyki ishsizlik, iqtisodiy tengsizlik va ijtimoiy bosimni kuchaytirishi mumkin. Ko'zga ko'rinarli salbiy oqibatlardan yana biri bu mustaqil fikrlashning susayishi. Agar odamlar kundalik qarorlarni ham texnologiyaga topshirgan bo'lsa, tanqidiy fikrlash va muammolarni mustaqil hal qilish qobiliyatlari zaiflashadi. Sun'iy intellektni to'g'ri yo'l bilan boshqarishni o'rgansak, u biz uchun katta imkoniyatlar eshigini ochadi. Bilim olishni shaxsiylashtiradi, murakkab mavzularni tushunarli qiladi va dunyoning istalgan burchagidan o'qish imkonini beradi. Sun'iy intellekt bu raqib emas, bu insonning eng qudratli yordamchisi. U sizning mehnatingizni yengillashtiradi, vaqtni tejaydi, fikrlashni kengaytiradi va imkoniyatlaringizni ko'paytiradi. Ayniqsa, bilim olish sohasida uning foydasi beqiyos. U har bir o'quvchiga shaxsiylashtirilgan ta'lim bera oladi. Dunyoning istalgan joyidan ilg'or kurslar va ustozlarga ulanish imkonini yaratadi. O'quv jarayonini tezlashtirib, murakkab mavzularni oddiy va tushunarli shaklda tushuntiradi. Har bir insonning qiziqishiga mos tarzda bilim berib, o'qishga bo'lgan ishtiyoqni kuchaytiradi. Agar biz va farzandlarimiz sun'iy intellektni to'g'ri yo'lda, mas'uliyat bilan ishlatishni o'rgansak, kelajak biz uchun xavfli emas, balki yorqin imkoniyatlar davri bo'la oladi.